Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Kuchli qor sababli Moskva aeroportlarida 50 ga yaqin reys kechiktirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 21 ta reys kechiktirildi. Aeroport odatdagidek ishlayotgani va uchish-qo'nish yo'laklari tozalanayotgani aytildi. Domodedovo aeroportida 9 ta reys qolib ketdi. Vnukovo aeroportida Xanti-Mansisk va Tbilisidan reyslar bekor qilindi va 10 ta reys esa kechiktirildi. Moskvada shamol tezligi 14 metr sekundiga yetishi kutilmoqda. Qor yog'ishi 14 fevralgacha davom etadi. Oylik qor yog'ishining taxminan 20% bir kunda yog'ishi mumkin. Shaharda taxminan 24 soat davomida sariq ob-havo ogohlantirishi e'lon qilindi. 10 fevraldan boshlab Rossiyada Telegram messenjeri faoliyati qisman cheklana boshladi. Bu haqda RBK xabar berdi. So'nggi kunlarda foydalanuvchilar orasida messenjer faoliyatida ishlashida uzilishlar bo'yicha shikoyatlar ko'paygani qayd etilgan. 2025-yil avgust oyida Rossiya rasmiylari Telegramdagi qo'ng'iroqlarni cheklagan edi. Rasmiylar o'shanda bu ilova firibgarlik uchun ishlayotganini bildirgan. Davlat dumasi deputati Sergey Boyarskiy joriy yilning yanvar oyida Telegramni to'liq bloklash rejalashtirilmayotganini aytgan edi. Uning aytishicha, messenjerda biznes va foydalanuvchilar uchun muhim bo'lgan ko'plab axborot kanallari mavjud. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Erxov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mehnat migrantlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, kelishuv va reydlar davomida ularning huquqlarini poymol qilish va kamsitishga yo'l qo'ymaslik prinsipal ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Tomonlar migratsiya jarayonlarini tartibga solish, qonuniy mehnat faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish hamda ikki tomonlama konsullik maslahatlashuvlarni doimiy ravishda o'tkazib borishga kelishib olishdi. Rossiya Federatsiyasi Davlat dumasining Moliyaviy bozor bo'yicha qo'mitasi raisi Anatoliy Aksakov shunday fikrda. Rossiya rubli $1 uchun 40 rublgacha mustahkamlanishi mumkin degan prognozlar bor. Chunki amerikaliklar juda faol o'z pullarini chiqaryapti va bu pul chiqarish bozorlarda sezilmasdan qolmaydi. Dollar kursi pasayapti, dedi u. Dollar pasayishiga dunyo iqtisodiyoti ko'plab mamlakatlarning dollardan voz kechayotgani ham ta'sir qilishi mumkin. 23 fevralda mazkur yo'nalishda qatnovlar haftada 2 marotaba dushanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da bajariladi. Chipta narxi 1,200,000 so'm. Toshkent Sankt-Peterburg avtovokzalgacha bo'lgan yo'lda oraliq to'xtash Moskva shahri Novosevinskiy avtovokzalida amalga oshiriladi. Toshkentga qaytish rejalari ham haftaning dushanba va juma kunlari bajariladi. Avtobuslar Sankt-Peterburg avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da jo'naydi. Ramazon oyi qachon boshlanishi e'lon qilindi. Rossiya Federatsiyasi musulmonlari diniy boshqarmasi ma'lum qilishicha, Ramazon oyi 18 fevral kuni quyosh botishi bilan boshlanadi. Birinchi taroveh namozi 18 fevral, birinchi ro'za kuni 19 fevral, oxirgi taroveh namozi 18 mart, oxirgi ro'za kuni 19 mart, Ramazon hayiti 20 mart. Muhim eslatma: 19 fevral kuni bomdod namoziga qadar og'izni yopish shart bo'ladi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborishni unutmang. Joriy yilning 28 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Pop tuman sudida Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari tarkibida xizmat qilib Ukrainadagi jangovar harakatlarda ishtirok etgan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Hujjatda keltirilishicha, 57 yoshli erkak 2022-yil avgust oyida ishlash maqsadida Rossiyaga ketgan. Bir necha oy qurilish sohasida ishlaganiga qaramay, og'ir mehnat sharoitida va daromadning kamligi uni qoniqtirmagan. Shundan so'ng u katta maosh va Rossiya
Rossiya fuqaroligini olish umidida Rossiya Mudofaa vazirligi bilan 2023-yil iyun oyida 1 yillik harbiy shartnoma imzolagan. 2023-yil iyun oyida u Ukrainaga yuborilib, Xarkov viloyatidagi jangovar harakatlarda ishtirok etgan. 2023-yil avgust oyida jang vaqtida oyog'idan jarohatlanib, Rossiya harbiy gospitalida davolangan. Shartnoma muddati tugagach, u Rossiyaga qaytib jangovar xizmatlari uchun Georgiy Zhuk ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 2025-yil fevral oyida esa unga Rossiya fuqaroligi berilgan. Biroq 2025-yil kuzida O'zbekistonga qaytganidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan unga nisbatan tekshiruv o'tkazilgan. Uning telefonda Rossiya armiyasida xizmat qilganligini tasdiqlovchi hujjatlar, harbiy guvohnoma, raportlar va fotosuratlar aniqlangan. Sud uning aybiga iqrorligi, ilgari sudlanmaganligi va ijobiy tavsifnomalarni inobatga olib, jazoni yengillashtiruvchi holatlar mavjud deb topib, sud Jinoyat kodeksining 57-moddasi yengilroq jazo tayinlash qo'llab, unga 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Jazo umumiy tartibli koloniyada o'talishi belgilangan. 2026-yil 1-sentyabrdan Rossiyadan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga naqd rubl va oltin olib chiqish cheklanadi. Aktual kurs bo'yicha $10,000 ortiq mablag' va 100 grammdan og'ir oltin quymalarni deklaratsiya qilish va mablag' manbasini ko'rsatish talab etiladi. 100 grammdan og'ir oltin faqat ayrim aeroportlardan ruxsatnoma bilan chiqariladi. Yuridik shaxslar esa naqd pulni faqat xalqaro aeroportlardan chiqara oladi. 2025-yilda Rossiya hukumatining Hindiston va Bangladesh fuqarolariga ish faoliyati uchun bergan ruxsatnomalari so'nggi 9 yil ichidagi rekord darajaga yetdi. Bu haqda ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi statistikasida keltirilgan. Unga ko'ra, ish faoliyatini amalga oshirish maqsadida Rossiyaga 56,5 ming hindistonlik taklif qilingan. Bu 2024-yilga nisbatan 36,2 ming kishiga nisbatan yana ham ko'proqdir. Bangladeshdan esa ishga kelganlar soni 9,3 ming kishini tashkil etadi. Bu 2024-yilga nisbatan 2,8 ming kishiga ko'pdir. Ikkala ko'rsatkich ham 2017-yildan beri eng yuqori natija bo'lgan. Bundan tashqari, Turkmaniston fuqarolariga berilgan ish ruxsatnomalari 2,5 baravarga oshib, 25 ming kishini tashkil etgan. O'zbekiston fuqarolari uchun ruxsatnomalar soni 5 baravar ko'payib, 2,3 ming kishiga yetgan. Tojikiston fuqarolari uchun ruxsatnomalar soni 3 baravarga oshgan. Xitoy fuqarolariga berilgan ruxsatnomalar soni taxminan 50% ga ko'payib, 92 ming kishiga yetgan. Shu bilan birga 2025-yilda Rossiyada chet elliklar uchun berilgan ish ruxsatnomalari jami 240 mingga yetgan. Bu 2017-yildan beri rekord natija bo'ldi. Yil davomida bu ko'rsatkich taxminan 42% ga oshgan. 2026-yilda hukumat Hindiston, Xitoy, Malayziya, Bangladesh va Afrika mamlakatlaridan ko'proq ish migrantlarini jalb qilishni rejalashtirmoqda.